alaykum obunachilar. Sizlar bilan Andijon bozoridamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Sparkimiz 117 ming yurgan. Balonlar, diska balon, salon holatlari chexol yo'q bo'lishi bor ekan. Mana rollari ham chiroyli holatda, afishka torpeda holatlari zo'r. Orqa holatlari mana obunachilar, orqa holatlari ham chiroyli holatda turibdi. Yoqilg'isi qanaqa ekan buni? Propan ekan. Balonlari ham yangi holatda obunachilar. Old qismlari Tashkent motorani. Kraskasi toza ekan. Orqa grillada petno. Petnosi orqa grillada ekan. 5800 kam bor. Mana nomerlari kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga telefon qila olasizlar. Yana kerakli ma'lumotlar bo'lsa. Assalomu alaykum obunachilar. 97-yilda ishlab chiqarilgan Tikoyimiz. Kuzov holatlari ancha charchagan, lekin salon holatlari mana chiroyli holatda turibdi. Endi buni pravaga rostmi yolg'onmi bilmayman. 459 ming yurgan ekan obunachilar. Mana chexol polis salon qismlari zo'r mana. Ashkalari ham chiroyli holatda turibdi. Mana orqa qismlari o'zimiz akaxonimizniki. Yoqilg'isi qanaqa buni? 2200. Yoqilg'isi benzin, faqat benzinda yurar ekan obunachilar. Mana orqa qismlari. Nech pul deyapsiz endi? 2200 deysizmi? 2200 dan kam bor, kelishamiz deyapti. Yalan nomeringizni aytib bersangiz? Nomeringizni 93lik 289 8323. Obunachilar mana Andijon bozorida telefon qila olasizlar.